Sharq Turkistondagi dаңliq sanatkor, artist va ovoz artisti Qayum Muhammad Xitoy Kommunist hokimiyati tarafidan sotlangan va 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Bir necha yil burun tutib ketilganligi ma'lum bo'lgan sanatkorning oqibati boshqa ziyonlarga o'xshashla andish qo'zg'ab kelgan edi. Qayum Muhammad Uyg'urlar orasida nihoyat olqishga erishgan sanatkor edi. Egilishicha, Qayum Muhammad oxirgi qitim Qashqardagi Hidkop filmida rol olib, yaxshi bahoga erishgan. Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisida qaytadan o'tirg'i qo'yildi. Kengash palata a'zosi Marco Rubio bu qonun loyihasini qayta tunishtirganligi munosabati bilan Twitterda e'lon qilingan bayonotda mundaq degan: "Bu har ikki partiya a'zolarining qo'llashidagi qonun loyihasi Amerika va boshqa davlatlardagi Uyg'ur diasporasini qo'llashini oshiradi. Shundaqla Xitoy Kompartiyasining qo'lida kishilik huquq dafsandichiligiga uchrayotgan Uyg'urlarning sharoitini yaxshilashni tashabbus qiladi." Marco Rubio Kengash palata a'zolarini bu qonunni qo'llashga chaqirib bundaq degan: "Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarga irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandichiligidan iborat yirginishlik ishlarni qilmoqda. Xizmatdoshlarimizning bu qonun loyihasini tezdan ma'qullashini talab qilaman." Turkiyadagi Oti ittifoqining prezident nomzodi Sinan Oganning Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmlari haqida qilgan so'zi norozilik qo'zg'adi. O'zini turk millatchisi deb tanishtirgan Sinan Ogan butun dunyoning nazarida yuz bergan Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida u yerda ko'ptirilgandek zulm yo'q dedi. Uyg'ur harakati bayonot e'lon qilib, Oganning so'zlariga raddiya berdi. Bayonotda 2022 yil 31 avgustdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy komissarining dokladida va 2021 yil 12 oyning 9 kuni Angliyadagi mustaqil sud mahkamasi chiqargan qarorda Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligi o'tirg'i qo'yilganligi va 10 davlat parlamentining buni e'tirof qilganligi ta'kidlandi. Sinan Oganning Sharq Turkiston vaziyatini Amerikaning istixborotiga bog'lab tushuntirishiga norozilik bildirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoyning Parijda turishliq bosh elchisi Lu Shayining sobiq Sovet ittifoqi davlatlarining egilik huquqi masalasi haqidagi so'zlariga inkos qaytardi. Belgiyada Shimoliy dengiz boshliqlar yig'iniga qatnashgan Macron Xitoy bosh elchisi Lu Shayini tanqidlab bundaq dedi: "Menimcha bu xil ibora ishiltish bu diplomatning haddi emas." Xitoyning oyni tekshirish programmasining bosh loyihalaguvchisi Wu Weirenning Xitoy boshchiligidagi xalqaro oy tadqiqot punkti qurilish planini e'lon qilib, dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot va olimlarni bu programmaga qatnashishga taklif qildi. Bu seshanba kuni Xitoyning sharqidagi Anhui o'lkasining markazi Xebeyda o'tkazilgan xalqaro olam chorlash yig'inida so'z qildi. Uning tushuntirishicha, bu punktning asosiy modeli 2030-yil atrofida tamomlangan. Qozog'istonda chiqadigan Ostona vaqti gazeti to'rining 25 aprel kuni xabar qilishicha, Qozog'iston Ostona jinoiy ishlar alohida sudi, Qozog'istonning sobiq bosh ministri va keyin Davlat xavfsizlik komiteti raisi bo'lgan Karim Masimovni vatanga osiylik qilish, huquqidan qalaymaqon foydalanish, zo'rlik kuch bilan hokimiyatni tortib olishga urinish qatorliq jinoyatlar bilan ayblab 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Sud yana uning barliq mol-mulkini musodara qilgan. 10 milliard aqcha, 24 million dollarni qaytarishni talab qilgan.